To'ylar muborak kinosida ishlatilgan. Mana aynan shu joyda, shu lokatsiyada mana shunaqa eskicha joylarni ko'rsatishga ahd qildim. Sen ko'p narsa so'rarding. Farid rosa kechirim so'ragan. Nimagadir shu bizanikilar esdan chiqib qolgan. Chunki hamma band, mani oldimga boradigan odam yo'q, ayollar. Hammasi jiddiy ish bilan band. Bunday so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Hattoki mana bo'lgan gruppa ham ko'z oldimda hozir. Meni shaxsiy akkauntim Javohir Zokirov Live. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz davom etamiz. O'sha birinchi go'rbalnitsadan kirib ketiladigan yo'lakcha bor, o'sha yerdan sekin kelardi bog'chaga qarab. Mana bu yerda poliklinika, bu yerdan ro'yxatdan o'tganman o'sha kichkinaligimda va mana bu joydan albatta har doim bizning yo'limiz bo'lardi. Bu hovuz bo'ylab. Hovuzimiz kichkinagina hozirgacha ham bor. Qarang. Ketdik. Mana shu hovuz bo'ylab kelardik. Ana bu yerda o'sha ana Javohir deyishyapti. Hozir ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men hozir aytayotgandim. Mashitdan opanglar olib o'tardilar, senga tushuntirardilar. Hamma erinmay tushuntirib o'tirardilar mashitda. Bog'cha 27 ga borardi. 27-chi. Ha, 27 ga mashitdan o'tardi. To'piliki gilam to'pisi bo'lardi. Ha, shunaqami? Sen ko'p narsa so'rarding. Opanglardan ko'p narsa so'rarding, ular javob erinmay javob berib o'tirardi. Ana ko'rdingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Bular mana mahalla o'sha yerda birinchi ko'rishda. O'shada mozor chiqib qoldilar, Jamshid akam Zohir familandi. Daraxt olib bering, to'masini aytdim. Karim akaning bolalari, dedim. Egambek akaning bolasiman, desam. Bizlar yosh bo'lganmiz, yo'q deyishdi. Oxiri hamda ko'rdim, voyinga keldi. Men aytdim, "Kakrimiz bilan kiring mahallaga." Assalomu alaykum. Qadrdon omonman, sog'lash. Qalash. Men tanidinglar, Husan aka oldingi uyga borardim, domenga. Domenga chiqardim. To'g'ri, esimda. Namozga borib, bosib yurardi. Tarjonim sog' bo'lsin. Rahmat. Tezorlarni ko'rib turaman ata. Rahmat. O'zim kiramasam, alaykum assalom. Alaykum assalom. Alaykum. Eski qadrdon, eski qadrdon. Baraka topsa, umr uzoq bo'lsin. Rahmat. O'tgan okalarni Rahmat. Rahmat. Onaxon yaxshimilar? Alhamdulillah. Hammasi yaxshi. Rahmat. Yaxshi. Aylan kelsan deb yo'laga. Ha, shu ko'rsatib eski Toshkentni ko'rsatmoqchi. Alloh rozi. Bu zo'r narsa. Inshaalloh bu zo'r. Eski mahalla, Obinazi mahalla, mana botlar, buncha qanaqa o'zgarib ketdi. Bola mahaldan yo'lgacha qancha to'g'ri o'tdi. Qancha odam o'tdi. Gapirmang. Qadrdon. Boringlarga shukr. Kimlar meni faqat olib kelmasdi bog'chaga. Bu qarindoshlar, qanaqadir kelgan odamlar yoki bir uzoqdan kelib bizanikida yillar mobaynida odamlar yashardi qanaqadir. Endi ularni hattoki har xil nasionalностьdan bo'yli. Endi yana bir bor uzr so'rayman, mana shunaqa ruscha so'zlar kirib ketganda. Mana shu yo'l bo'lardi, xonimni yeb, keyin yo'l olardi. O'sha gap hech qachon hayotimda shu bog'chaga bir marta ham mashinada kelmagan ekanman. Qarang. Bu shunaqa qiziq narsaki, hozir bu narsa tasavvur qilib bo'lmaydi. Hattoki bunday yaqinroq yo'l bo'lsa, bolalarimiz mana olib borib qo'ying deydi. Bizda boshqa bu savol ham bo'lmasdi. Piyoda sekin kelardi. Shunisi bilan qiziq ediki, albatta mana aytib berishdi. Har doim oyimdan endi onam vaqtlari bo'lsa, ularni umuman kamdan kam vaqti bo'lishardi. Shuning uchun bog'chaga har xil odamlar bilan borardim va shu yo'lni sizlarga ko'rsatib ketyapman. Bu tarafda chap qo'limizda o'sha eksperimental uylar bo'lardi. Mana hozirgacha bor. Bu eksperimental uylar hattoki kinolarda ham To'ylar muborak kinosida ishlatilgan. Mana aynan shu joyda, shu lokatsiyada o'sha kelinni, kuyovni kelishi, o'sha hammasini shu yerda olishgan. Mana yana bu tarafga bitta kamerani qaratamiz. O'sha payt davrlarni uylari.
Assalomu alaykum. Chiqqan bog'chani eslayapsiz? Ha, Yashang bari. Ayzuling mana birinchi etarchi turgan. Abdulla akam bilan kelardingiz. Fayzullo Shahzodligini yoniga. da. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Alhamdulillah, Tinchlik rahmat. to'g'onada ancha gaplashib tanishuvdik. Esizdami? Rahmat. Yo'q. G'ofur G'ulomni nevaralariga uylangansiz. Aziz akalar. Da. Men futbol festivali ancha yil 14 yil hofizi bo'ldim. Muxo'ragan mahalladoshingiz duo bergan ustozim. Faxrni keyiz ukasiman. Pevets. Da. Ukalarim 41da, men 1-2da o'qiganman. Siz bizdan ikkita katta, men bitta bo'lgansiz. Bog'chada birga Da, o'qigansiz. 27-chi ekan. Ha? Mana hozir aytishdi 27-chi. O'zingiz bormisiz? Rahmat. Allohga Omonmisiz? shukr. Ko'rganimdan O'zingiz xursandman, qalaysiz? Men ham alhamdulillah. xursandman. Alhamdulillah. Boringizga shukr. Mana shunaqa eskicha joylarni ko'rsatishga ahd qildim. Bu o'sha eksperimentalniy Da, uy. da, da. Mana siz mana hozir Nosir akam Anvar Tojiyevlar Grand Plastinka. Ha. Fayzini ustozi bo'ladi Udarniydan. Nosir akam. Mukarram Turg'unboyeva, Jo'ra Tojiyevlar, Da, Lutfaya da. Sarimsoqovalar shu yerda yashab qazo Da. qilishgan. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Boringizga shukr. Rahmat. Ты уже у них взял телефон? Mana shu yerda yo'q, syomka bu yerda emas. O'sha bog'chadagi joydan albatta gapirib beraman. Birinchi o'sha syomkaga ham bog'chadan olib chiqib ketishgan. Chunki bog'chada menga obedda uxlamaslikka ruxsat bor edi. Shunaqa qilishardi. Endi hammani oldida xuddi uxlayotgandek o'zimni tutardim. O'shanda ham artistlik qilganman, ko'rdinglar. Uxlagandek bo'lib, keyin sekin shu bog'chapalar meni chaqirib olardi. Nima bo'ldi? Farruh Zokirov to'g'risida aytib bering, Botir Zokirov to'g'risida aytib bering deb, Luiza Zokirova to'g'risida aytib bering deb hammasini aytib berardim. Endi albatta bitta hovlida yashaganmiz, shuning uchun bu narsalar ularga qiziq edi. Va men ham hech qachon vohli kelmaganman shu bog'chaga. Bog'chaga borsam o'sha 12larga, obedlarga borilardi. O'sha paytdan beri birinchi marta kelishim. Mana to'g'risini aytaman sizlarga, hali bir marta ham kelmagan edim. Mana endi birinchi marta shu 27-bog'chaga yo'l oldik. Qani? Bismillah. o'n beshda kam 12lar yoki 12larda obedlarga yaqin mana shu bog'chaga tashrif buyurardi. Mana bu bog'cha. Qarang, bu tashqi ko'rinishi xuddi shunday qolgan. Chunki unaqa katta o'zgarishlarni ko'rmayapman. Endi albatta bu yerda saramjon, chiroyli. Qarang. Birinchi marta mana shu yerda mashina o'ynardi. Hammamiz mana mashina to'polon qilib va albatta mana shu narsamiz ham esimda bor. Mana shunaqa chiqishlar. Mana shu snarejeniya qolgan o'sha paytda. Mana shunaqa bo'lardi. Mashinadan chiqib yurardi, chopib yurardi. Bu shunaqa bir baxtiyor damlar ediki, o'sha bolaligimizda hattoki bu yerda biz ham o'sha she'rlar yodlardi, tansalar bo'lardi, o'zbekcha raqslar bo'lardi. Bularning hammasini keyin katta tadbirlar bo'lardi, o'sha davlat tadbirlari. O'sha yerda o'sha bog'cha paytidan, o'sha 4-5 yoshimdan qatnashishga boshlaganman. O'sha ijodiy faoliyat aynan mana shu bog'chadan boshlangan. Hissiyotlarni so'zlar bilan ifodalash qiyin albatta. Mani bog'chapamning ismi Farida opa edi. Juda qiziq voqea bo'lgan. Men bog'chaga olib kelishgan, o'sha 12larda bo'ladimi? Keyin vaqt o'tgan, o'zi bilasizlar, bog'chadan soat 5-6larda olib ketiladi. Bolalarni nimagadir shu bizanikilar esdan chiqib qolgan. Chunki hamma band, meni oldimga boradigan odam yo'q va o'sha kuni kechqurun meni bog'chapam Farida opa o'zlari bilan uylariga olib ketganlar. Olib ketganlarda endi to'g'ri tushunganlar, chunki bo'ladi shunaqa, hech kim yo'q. Shuning uchun birgalikda biz uylarda o'tirganimizda
hech esimdan chiqmaydi. Qarang, bu 5-6 yasharlik bo'lsam ham hammasi esimda ekan. Dodam kelganlar, Karim Zokiriy. Dodam kelib, meni o'shanda bog'chapamni uydan olib ketganlar. Bu hech qachon esimdan chiqmaydi. Men noto'g'ri gapirib qo'ygan ekanman. Yana sizlarni yomon qilib ko'rsatib qo'ymayman. Meni bog'chada qoldirib ketishgan, eslaridan chiqqanman men deganman. Bu boshqacha bo'lgan ekan u. Qanaqa qilib sanday bolani qanday qilib esdan chiqarish mumkin bolam? Bog'chapayim bo'lardi, Farida opa degan. Farida qizcha edi u paytda. Shunaqa yaxshi ko'rardi. O'g'lim bo'lsa, men otini Javohir qo'yaman deb kelgan yerga tegib Javohir ism qo'ydi u ham. U shunaqa yaxshi ko'rardi, har kuni yalinardi. Men olib ketay uyimga, ota-onamga gapiraman, ular ko'rgisi kelyapti deb. Va oxiri bizani ko'ndirdi, mayli dedik. Shu bilan biz spektakl o'ynadik. Kechqurun spektakldan qaytsak, Karim Zokiriy, Javohir dodasi, "Qani bolam, teatrda olib ketmadinglarmi?" dedilar. "Yo'q, dodajon, bog'chapasi Farida opa uyga olib ketdi, Farida yaxshi ko'rgani uchun." Mani bolamni bog'chapa nimaga olib ketadi? Qani uyi? Buni bilmaymiz. O'zlari uyini topib, o'zlari borib, qarasalar Javohir o'tdi, endi ashulalar etib hamma atrofda chapay chalib o'tiribdi. U kishi ha bosh qahramon bo'lib turibdilar stol ustida. "Mani navaramni beringlar" deb do'q qilib, hamma hayron. "Kechiring, bizni men aybdorman" deb Farida rosa kechirim so'ragan. Shu bilan Javohir olib uyga kelib, ikkita jinni qanaqa qilib bolani berasizlar birovga deb bizani urushib, bolam o'zim olib yotaman deganlar. Yonlarida yotib, uxlatib, keyin hali yana bitta bunaqa qilsanglar ko'rasanlar mendan deb ketganlarda. Yaxshimsan? Sog'lari yaxshi? Tanjoning sog'? Rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Rahmat. O'zingiz qalaysiz? Sizning oti nima edi? Ohista. Ohista. Kalaskalada ikkalovinglar o'tirardinglar orqada, Farida opam bilan boqqanmiz. Tuzukmisiz? Ko'rdingizmi? O'yin Rahmat. yaxshimilar? Farida opam Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, o'tib Menga ketibdilar. o'sin bo'luvdilar. Ana. Xo'jayinim. Men aytib beryotgandim, bularnikiga bir marta olib ketganlar meni uyga-da. Ha. Dodam keyin olib ketganlar meni. Bizlar uylarga ko'p borganmiz, birinchi Go'rbaysarga. Ha, ana qarang. Mehmonga ko'p borardik. Mana shu oxirgi gruppada bo'lgansan. Mana mana shu yerda. Ha. Ana. Lekin mana birinchi etaj. Ha, mana shu yerda Uchinchi bo'lgansan. mana boychecha katta guruh. Shu gruppada bo'lgansan. Marta yo'l bor edimda, u yoqqa olib. Bunda chiqsa bo'ladi. Yaxshi. Ular uyda ko'p bo'lganmiz biza. Birinchi Go'rbaysan eski priyomniy tomonda, ana bu yoqdan kiradigan ko'chada edi uyinga. Nima qilay? Buni o'sha aytganimdek so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Hattoki mana bo'lgan gruppam ham ko'z oldimda hozir. Kunlardan bir kuni bog'chaga kinochilar tashrif buyurishgan. Bu obed vaqtida bo'lgan. Qarashsa, men uxlamayapman, albatta meni uyg'otib, mana Zokirov bor, bu borsa bo'ladi deyishdi. Mana 2 qadam shundoq bog'chadan chiqib, aynan mana shu joyda syomka jarayoni o'tgan. Bu "Завтра выйдешь", chiqasanmi, ertaga chiqasanmi degan o'sha 79-78-yillardagi filmda kichkina epizodik rol ijro etganman. So'zsiz bu hammasi bo'lgan, lekin butun o'sha personal deydi, o'sha bu bilan ishlaydigan odamlar hammasi katta kishilar, ayollar, hammasi jiddiy ish bilan band va biz ham shu jarayonni ichida bo'lganmiz. Birinchi o'sha kinoga qadam aynan shu bog'chadan. Keyin mana shu joyda hozir C27 deb nomlanadi. Mana shu domni oldida bo'lgan. Xuddi kecha bo'lgandek hammasi. Aziz kuzatuvchilar, aynan YouTube kanallarda meni juda ko'p akkauntlarim bor. U ko'pinchasi fake va bir xillar ishlatilmaydigan akkauntlar. Ularga obuna bo'lmanglar. Faqat meni shaxsiy akkauntim Javohir Zokirov Live ga podpiska tashlab birga bo'lsak, xudo xolasa, men eksklyuziv degan so'zni yomon ko'raman, lekin aynan o'sha eksklyuziv reportajlar va har xil videolar faqat bizni YouTube kanalimizda. Obuna bo'ling, kuzatishni davom ettiring.
biz hali ko'p qiziq narsalarni sizlarga gapirib beramiz. Здесь мальчишками играл, и здесь впервые я влюбился. Этот сон из детства часто вижу я теперь. И хочу, чтоб этот сон вновь повторился. Старой боли вдруг я понял, не хватало мне тебя. Показалось, мир вдруг стал другим. И все во мне кричало, не было места мало, но память просто жизни дым.